Dunning-Kruger ta'siri. Bilarmanlik deganda, garchi ko'p narsa bilmasimi, ammo hamma narsani biladigandek his qilish, o'zining hammani biladiganligiga ishonish yoki o'zining bilmaydiganligini bilmaslikni ko'zda tutadigan bo'lib, u tuvandagi bir necha xil ahvol va kasallikni o'z ichiga oladi. Birinchi, bilarmanlik. Ikkinchi, Dunning-Kruger ta'siri. Üçüncü, ruhiy kasallik. To'rtinchi, ziyoda xatar his qilish. Beshinchi, afzallik kasali. Bilarman, o'zicha hammani bilaman deb o'ylaydigan va boshqalarning tavsiyasi, taklifi va uchurlarini qabul qilishni rad qiladigan kishilarni ko'zda tutadigan bo'lib, ularning bilarmanlik qilishi ba'zida o'ziga ishonchisi yo'q va boshqalarning o'zini ko'zga ilmasligidan ziyoda andisha qiladigan kishilarning o'zini qo'g'dash uchun olgan tadbiri bo'lsa, yana ba'zida u o'z mabdun, o'zini cho'ng biladigan va takabbur kishilarning o'zini namoyon qilish uchun qo'llangan usulidir. Dunning-Kruger ta'siri bilish jihatdagi bir taraflama qarash bo'lib, ma'lum sohadagi iqtidori chekli kishilarning o'z iqtidorini yuqori mo'ljallab, o'zini hammani biladigandek his qilishidir. Bu xil ahvolni tunji bo'lib 1999-yili amerikalik ikki psixolog David Dunning va Justin Kruger o'ttirg'a qo'ygan. Dunning-Kruger ta'siri ma'lum kasbda iqtidor tuvan kishilarning o'z iqtidorini ziyoda yuqori hisoblash xohishi bilan munosabatlik bo'lib, u ma'lum insonning tasavvuridagi o'zini reallikdagi o'zidan iqtidorli deb qarashidir. U bir insonning o'zining ma'lum bir narsani bilmaydiganligini tunib yetolmasligi yoki o'zining uni bilmaydiganligini bilmaganlik sababidan uni bilaman deb ishonishidan iborat xato hukmdir. Bu Dunning-Kruger ta'sirining 4 bosqichi bo'lib, uning birinchi bosqichi ongsiz iqtidorsizlik bosqichi. U bilarmanlik, tantaklik yoki o'zining bilmaydiganligini farq etmaslik bosqichi deb ataladi. Bu bosqichda inson yolg'iz ko'p narsa bilmayla qolmasdan, eng muhimi o'zining bilmaydiganligini bilmaydi. İnsan o'zining iqtidorsizligini tunib yetolmaganlik uchun o'z iqtidorini haddidan ziyoda yuqori mo'ljallaydi. Bu xil ongning yetarsizligi insonni o'ziga ziyoda ishonadigan his qildiradi. Ya'ni ma'lum sohada bilimi tuvan yoki yetarlik bo'lmagan bir kishining o'ziga bo'lgan ishonchisining ziyoda yuqori bo'lishi sababidan o'zini bilarman hisoblaydi. Ammo atrofidagilar va jamiyatning e'tirof qilishiga erisha olmaydi. Ikkinchi bosqichi ongliq iqtidorsizlik bosqichi. U bilimsizlikni tunib yetish yoki kamtarlik bosqichi deb ataladi. Bu bosqichda o'z yetarsizligi va bilimining cheklik ekanligini, o'rganadigan nurg'un narsalarning borligini tunib yetadi. Bu insonning qabul qilishi eng qiyin bo'lgan bosqich bo'lib, bu bosqichda inson dastlabda o'zining atrofidagilar va jamiyatning e'tirof qilishiga erisha olmasligining sababini jamiyatning o'zining iqtidorini farq etmaganlikdan yoki o'ziga adolatsiz muomala qilganligidan deb tushunib, o'ziga bo'lgan ishonchi biroqla tuvanlaydi, hatto tushkunlashadi. Ammo oxirida o'zining bilmaydiganligini tunib yetib, kamtarlik yuzlanadi. U o'rganish va ilgirlashning yo'lini ochadi. Uchinchi bosqichi ongliq iqtidor bosqichi. U yana uyg'onish, aqlini tepish bosqichi deb ataladi. Bu bosqich insonning haqiqiy iqtidor egallash uchun olgan hal qilg'uch qadam bosqichi bo'lib, bu bosqichda insonlar mahoratlarni yetildirib, xatoliklarni azaytadi. O'ziga bo'lgan ishonchi qaytadan tiklanishga boshlaydi. Bunun bilan insonning o'ziga bo'lgan ishonchi bilan amaliy iqtidori moslashishga boshlaydi. To'rtinchi bosqich ongsiz iqtidor bosqichi. U yana haqiqiy pishib yetilish bosqichi deb ataladi. Bu bosqichda insonlarning o'ziga bo'lgan ishonchi qaytadan eng yuqori bosqichga yetib, ularning mahorati va talanti tabiiylikka aylanadi. Bunun bilan insonlar xizmati va kasbini unumli o'rinlaydi. Atrofdagilar va jamiyatning haqiqiy e'tirof qilishiga erishadi. Bu 4 bosqichlik jarayon ko'pincha ahvolda aqliy bilinmasi yuqori, o'tkir bo'lsa-mu yetarlik bilim olmagan, ammo o'zini bilarman chaqlaydigan insonlarga mos keladigan bo'lib,
aqliy bo'linmasi tuvan bo'lgan, garchi hech nima bilmasimi, ammo o'zini hammani biladigan hisoblaydigan insonlarga mos kelmaydi. Bundaq insonlar hatto bir umr o'zining bilmaydiganligini farq etmay o'tib ketishi mumkin. Undan boshqa, undaq aqlliq bilarman insonlar ichidagi bir qism insonlar balkim savallikni boshqalardan izlab, o'zining bilimsizligini tunib yetmay, uzun bir mezgil kamtarlik bosqichiga kira olmay, hatto bir umr tushkunlik ichida g'arq bo'lib ketishi mumkin. Bir narsani bilmaslik yomon ish emas. Chunki inson bilmagan narsalarni o'rganish orqali bilib olishi mumkin. Ammo yomon bo'lgani inson o'zining bir narsani bilmaydiganligini farq etolmasligi yoki inson o'zi bilmaydigan narsani bilaman deb ishonishidir.